Menga qara, senga necha martalab telefon qildim. O'z sen nima telefoningni ko'tarmayapsan? Kecha hasharga ham bormagansan. Shokir uy yonib ketib qolgan, bilasanmi? Uyini men yoqdimmi? Bir kun mashina xor bo'lishini bilardim. Yongan bo'lsa yonibdi. Nima endi men o'zim uyimdan joy qilib berishim kerakmi? Qo'yingsan o'rtoq. Mashinang namuncha kir, qarab yursang bo'lmaydimi o'rtoq? O'zim yurib kelaman. Qanaqa bo'lar ekan o'rtoq? Nima xizmat bo'lsa aytavergan o'zimga. Nimaga qarab o'tiribsan? O'rtoq sen olmaysanmi? Olma o'rtoq, hammasi yaxshi. Men kasalman. O'shanga pul topolmayotganim ishtaha ham bo'lmayapti. Ko'nglimga qiziqmayapti. Qani oling, meni ham onaman. Ta'mino yetadimi, yetmasa yana so'raysam beraman. Ana, pulni ham olding. Ol endi. Qo'yavermading-da o'rtoq. Rahmat. Marraz, esingdan chiqib qoldimi onang kasalligida kim yordam bergani? Sanchisan? Mashinani arendasini to'la olmasdan ko'chada sadaqa so'ragan paytingda Shokir emasmidi senga qilib bergan? Shokir singandir, lekin hali o'lgani yo'q. Lekin senlar aniq basharalaring ko'rsatdilar. O'rtog'im boshiga ish qo'yganligi uchun sotoraman, ozgina qo'shib bering. Aka, bo'pti, mana 200 ni oling, bo'lmasa boshqaga sotib. Shokir, Xolasidan ko'p do'stim deb berardim. Boshimga ish tushganda birontasi yo'q mana. Sen nimaga kelding? o'rtoq shu narsani esingdan chiqazmagin. Chin do'stlar hali o'lgani yo'q. O'rningdan turganda o'rtoq. Men bu pulni olganda ustingdan kulganlik kimligini isbotlab qo'ygan. Men senga ishonaman o'rtoq. Oldingidan ham zo'r bo'lib ketasan. Bitta bo'lsa ham mana shunaqa boshingizga tushgan paytda kelib paddeshga beradigan o'rtog'ingiz bor-a? O'shalarga sekin tarqatib qo'yamiz. Rahmat.